Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi. Aptol bormi ekan sizda? Yo'q, og'a, bizda dublonka bor. Issiqsa dublonkalar, azatib qishda kiyib yurasiz, qorda ham azatib yurasiz. Og'amlar ham hammasi dublonkaga yuribdi beyda. Uyalmaysizmi bilan odam doğru söylesangiz ya. Aba aptol. Yuring esa ko'rsating dublonkalarni. Bizol. Sifatli moy. Birinchi qo'l dillarimiz urgancha o'zlarimizga kirib turibmiz. O'ng qo'lmi, chap qo'lmi? Sizning ishingiz bo'lmani bilan. Yaxshi, necha kilometr garantiya bor? 10,000 kilometr garantiya bor. 10,000 ni yurmasana. Bir dublonka qo'shib beramiz. O, yetadi. Yuring. Bichokmi bu? Bachok bu. 3 kunlik bor bunda. 3 yillik nishida bizonli aptoli bu, furalarniki bu 20,000 kilometr garantiya. Ya ullu mashinlarniki. Hop, salg'adi sifatini ko'rsataman sizga. Yana ko'rdingizmi? Uyda palov pishirib bersangiz ham bo'laveradi. O'ynatmasangiz a? O'ynatdim. Yuring qani. Bizning Bizol marketimizning odi o'zgardi. Avtoportda qo'ydik, toza ot. Keyin bizdan aptol olsangiz, Sug'oy tuman mashinasi shu yo'llarni tekin urib beramiz og'a. Adres neydi? Adres Dayvodan o'tgandan keyin 10 da. Yaxshi, hamma narsani tushundim-da. Ya, sovuq eldimizda-ku, qish eldimizda. Shuna dublonkani nima olsak bo'ladi? Dublonkanimi? Ava. Anangiz bormi uyda? Nima, pensiya oldi как раз. Bozor olib olingmasa.